birgina mashq orqali ortiqcha tana vaznidan, hattoki jigar yog' bosishi, jigar yog' distrofiyasidan ham qutulishingiz mumkin. Qanday qilib? Bu suzish. Chunki suzish orqali inson nafaqat ozadi, nafaqat katta energiya yo'qotadi, balki jigardagi yog'lar ham erishi juda yuqori samara bilan kuzatiladi. Chunki suzishda inson suv qarshiliklariga uchraydi. Bo'yin, yelka, ko'krak, qorin, bel, oyoq, qo'l mushaklari tekis ishlaydi va jigarga hech qanday suzish jarayonida og'irlik tushmaydi. Ozish uchun, ayniqsa jigardagi yog'ni eritish uchun aksariyat hollarda jadal jarayon, ya'ni yugurish tavsiya qilinadi. Yugurish esa ko'p hollarda ayrim bemorlarimizga yoki bo'lmasa ayrim insonlarga tavsiya qilinmasligi mumkin. Qachon? Masalan, yurak kasalliklarida, yurak paroklarida, yurak yetishmovchiligi, tug'ma nuqsonlar yoki to'la vaznlilik, bronxial astma, umurtqa pog'onasi kasalliklari, bo'g'im kasalliklari va hokazolarda yugurish aksincha salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Suzishchi mana shu yuqorida sanab o'tilgan holatlari deyarli barchasida suzishga ruxsat beriladi. Chunki suzishda organizm katta yuklamaga tushmaydi. Shu bilan birgalikda organizm katta energiya yoqadi va inson demak ham ozishida, ya'ni o'z figurasini saqlab qolgan holda chiroyli, normal, me'yoriy ozish bilan birgalikda jigardagi yog'larni erishi uchun eng samarali usul bu suzish hisoblanadi. Bu usulning samaraligi bugungi kunda fan tomonidan ham dalillar asosida isbotlangan. Shuning uchun ham haftada 1, 2, 3 martaga agar suzishga kamida 45 minut, 1 soatdan suzish mashqi bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, albatta samarasini tez fursatda olasiz. Bundan tashqari biz aytib o'tishimiz kerakki, insonni keskin ozishi, qattiq parhez qilib ovqatlanmay yurishi bu organizm uchun zarar yetkazishi mumkin. Sababi tibbiyotda o'rtacha bir oyda 1-1,5-2 kilodan ko'p ozish mumkin emas. Chunki organizmda qon tomirlari, organizmdagi barcha organizmning funksiyasi, faoliyati aynan insonni mana shu tana vazniga moslashgan bo'ladi. Suzishda esa aynan mana shu yuqorida aytgan og'irlik tushmasdan organizmga sog'lom ozish imkoniyati mavjud. Sahifamizni kuzatib borsangiz, dalillarga asoslangan turli foydali ma'lumotlar berib boramiz.